Voy, ular sizni qanday qilib erga berishadi? Axir ular ota-onangiz emas-ku, dedim hayrat bilan. Uyimizdan hech kim kelmagach, sen ota-onangga kerak emassan. Kerak bo'lganingda kelib olib ketishardi deyishdi. Ayollar har qadamimni kuzatishar, kechalari esa navbat bilan yonimda yotishardi. Keyinroq bilsam, Mansur aka bilan ko'rishib qolmasin deb shunday qilishar ekan. Bir kuni bir ayol kelib, meni o'zi bilan qayergadir olib ketdi. Biroz yurgach, yashil darvozali hovli oldiga yetib keldik. Ayolning ortidan kirib borarkanman, yuragim g'ash bo'lib, "Opa, meni qayoqqa olib keldingiz?" deb so'radim. "Bu endi sizning yangi uyingiz", dedi u xotirjam. Tushunmadim. "Nega bu yer mening uyim bo'lar ekan?" dedim hayron bo'lib. "Ukam falonchilarning kelinini erga berarkan degan gapni eshitib keldi. Kecha menikiga borib, sizni olib kelishimni so'radi. Yo'qsa uylanaman dedi", deb javob qildi ayol. Uning gapidan ichimda g'azab qaynadi. Lekin boradigan joyim ham, suyanadigan odamim ham yo'q edi. Shuning uchun indamay uning ortidan hovliga kirdim. Chamasi, ota-onam ham mendan voz kechgan. Mansur aka ham, uning qarindoshlari ham meni istamaydi. Ertaga bu yerdan ham haydasa qayerga boraman degan o'ylar miyamni kemirardi. Ko'z yoshlarim tinmay yuzimdan oqardi. Hovlida taxminan 8 yoshlardagi qizaloq bilan 5 yashar bolakay o'ynab yurishardi. "Assalomu alaykum ammajon" deb ular bizni ko'rishi bilan yugurib kelishdi. "Ammajon, bu kim?" deb so'radi qizaloq. "Bu sizlarning xolanglar. Endi sizlarga yangi oyi bo'lib keladilar", dedi ayol. Bolalar mendan ko'z uzmay qarab turishardi. "Xola, yuring, men sizga uyimizni ko'rsataman", deb bolakay qo'limdan tortdi. Men nima qilishimni bilmay ayolga qaradim. "Boravering, qo'rqmang", dedi u kulimsirab. Men bolakayning ortidan xonaga kirdim. Ortimizdan qizaloq ham ergashdi. "Mana xola, qarang, bu mening dadam", dedi qizcha javon oynasi ortidagi suratni ko'rsatib. Rasmdan qora charm kurtka kiygan, sochlarini bir tomonga taragan, ma'yus ko'zli bir erkak menga tikilib turardi. "Mana bular mening oyim", dedi qizcha javondan qoshlariga o'sma qo'ygan, 1000 so'm ro'molining ostidan jingalak sochlari ko'rinib turgan atlas ko'ylakli ayolning suratini olib menga uzatarkan. "Oying juda chiroyli ayol ekanlar", dedim unga jilmayib. Qizaloq onasining suratini bag'riga mahkam bosdi. Lablari titrab, ko'zlariga yosh qalqdi. "Xola, oyim vafot etganlar. Biz ularni juda sog'indik", dedi u. Nima deyishimni bilmay uni bag'rimga bosdim. Yuragim ezilib, ko'zlarimdan yosh tirqirab oqib ketdi. "Xolida, birpas ukang bilan tashqariga chiqib o'ynab turinglar, mening xolangga aytadigan gapim bor", dedi ayol. Xolida ko'z yoshlarini kafti bilan artib, ukasining qo'lidan ushladi-da eshik tomon yurdi. Bolalar tashqariga chiqib ketgach, ayol menga yuzlandi. "Singlim, keling, ko'rpachaga o'tiring. Ukamning bolalari bilan ham tanishdingiz. Kechqurun ishdan qaytsa, o'zi bilan ham tanishasiz. Rahmatli kelinimiz juda yaxshi ayol edi. 3-farzandini dunyoga keltirayotganida tug'ruqxonada vafot etdi. Na uni, na chaqalog'ini saqlab qola oldik. Mana 1 yildan beri ukam ham ota, ham ona bo'lib, bolalarini o'zi katta qilyapti. Agar u bilan turmush qursalaringiz, bolalaringiz mehribon ona bo'lasiz, degan umiddamiz", dedi ayol. Men yerga tikilgancha jim qoldim. Nima deyishni ham bilmasdim. Demak, peshonamga shunday qismat yozilgan ekan degan o'y xayolimdan o'tdi. Bir tomondan yetim qolgan bolalarga rahmim kelardi. Ilohi otasi yaxshi ayolga uylanib, ular mehr ko'rib katta bo'lishsin deb ichimdan duo qildim. Ikkinchi tomondan esa o'z ahvolimni o'ylab yuragim ezilardi. Kechagina qancha orzular bilan o'qishga kirgan qiz edim. Bugun esa begona odamlarning uyida xor bo'lib o'tiribman. Hamma mendan jirkanadi. Meni ko'rganlar bir-biriga pichirlab nimalardir deyishadi. Ular uchun men buzuqi fohishaman.
Shu malomat umrimning oxirigacha boshimdan ketmaydi shekilli. Xo'sh, o'ylab ko'rdingizmi singlim degan ayolning ovozi meni xayollarimdan uyg'otdi. Men boshimni ekkancha sekin javob berdim. Xafa bo'lmang opa, ota-onam rozilik bermaguncha turmushga chiqa olmayman. Qani o'sha ota-onangiz? Agar kerak bo'lganingizda kelib olib ketishardi-ku. Baribir bular sizni birorta odamga turmushga berib yuboradi. Yaxshisi ukamga tegishga rozi bo'ling. U hali yosh, endigina 28 ga kirdi. Aks holda birorta cholga tegib ketishingiz mumkin. Qaynsinglingiz kim ko'proq pul bersa o'shanga beramiz deb yuribdi, dedi ayol. Uning gaplaridan tanamni sovuq ter bosdi. Shu payt eshikdan Mansur akaning jiyani kirib keldi. Kelinoyi, uyga borar ekansiz, uydagilaringiz kelishdi, dedi u. Qanday qilib o'rnimdan turganimni, qanday qilib Mansur akalarning uyiga yetib kelganimni bilmayman. Darvoza oldida tog'amning mashinasini ko'rishim bilan yuragim bir oz bo'lsa ham taskin topdi. Shoshib ichkariga kirdim. Hovliga kirsam, ammam, tog'am va kelinoyim meni kutib o'tirishgan ekan. To'yga qilingan xarajatlarni to'laysizlar. Hamma narsalaringizni olib qo'yamiz. Yana ustiga qarzdor ham bo'lasizlar degan odamlar oxiri insofga kelib, biroz bo'lsa ham narsalarimni qaytarib berishdi. Tog'am bilan kelinoyim narsalarni mashinaga ortib bo'lishgach, uyimizga yo'l oldik. Uyga yetib kelganimiz zahoti ammam dadamning g'azabidan qo'rqib, meni sizlarnikiga olib ketdi. Mana jiyan, boshimdan o'tganlari shu. Atrofdagilar haligacha menga xuddi jirkanch bir maxluqqa qaragandek qarashadi. Har kuni Xudodan yaqinlarimning xotirasidan o'sha kunlarni o'chirib tashlashini so'rayman, dedi Nodir opam. U boshini tizzasiga qo'ygancha bir nuqtaga tikilib qoldi. Ko'zlaridan tinmay yosh oqardi. Men esa uni qanday tasalli berishni, qanday qilib bu og'ir xayollardan chalg'itishni bilmasdim. Bunday demang Nodir opa, Xudo xohlasa hali hammasi yaxshi bo'ladi, siz faqat o'zingizni qiynamang, dedim. Yaxshi bo'larmikan Umida? Menimcha hech qachon yaxshi bo'lmaydigandek, dedi u ko'z yoshlarini ro'molchasi bilan artarkan. Albatta yaxshi bo'ladi. Hali bu kunlarni ko'rmagandek bo'lasiz, dedim ishonch bilan. Ertasi kuni uyimizga Sharafat xola bilan uning singlisi kelishdi. Ular Nodir opamni o'zlari bilan olib ketishdi. Bechora Nodir opam bo'lajak erining uyiga sepsiz, ko'rpa to'shaksiz, birinchi turmushidan qaytganida nimani kiyib kelgan bo'lsa, o'sha kiyimlari bilan ketdi. Faqat oyim ammam tashlab ketgan kiyimlarni tugun qilib, hech bo'lmasa uyda kiyarsan deb Nodir opamning qo'liga tutqazdi. Tog'am esa qizining qaytarilgan jihozlarini bermadi. Keyin kelinning sepiga qo'yamiz deb hammasini sandiqqa solib qulflab qo'yibdi. Nodir opam bilan hech kim bormadi. Hatto oyim ham tog'am eshitib qolishidan qo'rqib, uni kuzatishga jur'at qila olmadi. Hali hamon o'sha kunni eslasam yuragim ezilib ketadi. Axir inson hayotida xato qilishi mumkin-ku. Nahotki birgina xato deb odam o'z farzandini shunchalik xor qilib qo'ysa. Bizdan 2 hovli narida yashaydigan qo'shnimizning ota-onasi vafot etgach, ular butun oilasi bilan chet elga ko'chib ketishdi. Hovli bir necha yil qarovsiz bo'sh yotardi. Keyin u yerga bir ayol ko'chib kelib, yolg'iz o'zi yashay boshladi. Bir kuni oyim Sharafat xolanikiga ovqat olib chiqdi. U yerda ancha o'tirib qolgach, men ham zerikib qo'shnikiga chiqdim. Borsam, oyim, Sharafat xola va yangi qo'shni suhbatlashib o'tirishgan ekan. Oyimning unga samimiy munosabatda bo'lganini ko'rgan Saodatxon tez orada biznikiga ham tez keladigan bo'ldi. Ammo 5-sinfda o'qiydigan ukam Shohrux uni negadir birinchi kundanoq yoqtirmadi. Saodatxon eshikdan kirib kelishi bilan oyi ayting uyiga ketsin, biznikiga boshqa kelmasin deb xarxasha qilardi. Oyim qo'shnidan uyalib ukamni koyirdilar. Saodatxon esa Shohruxning gaplarini eshitib tursa ham ranjimay unga jilmayib qo'yardi. Saodatxon taxminan 35-36 yoshlardagi o'rta bo'yli, do'mboqqina, oq sariqdan kelgan sodda o'zbek ayoli edi.
Boshi tez-tez og'rigani uchun ro'moli ostiga namat qo'yib olardi. Boshi tanasiga nisbatan kattaroq ko'ringanidan uzoqdan qaragan odamga xuddi boshiga kichik qozoncha kiyib olgandek tuyulardi. Aytishicha, u tog'li qishloqlarning birida tug'ilib o'sgan, keyin esa mahalladosh yigitga turmushga chiqqan ekan. Sodda va mehnatkash kelin bo'lsa-da, vaqt o'tib qaynonasiga yoqmay qolibdi. Bolaligida otasidan ayrilgan, qiyinchilikda voyaga yetgan Saodatxon nihoyatda tejamkor ayol ekan. Yog', un, shakar, hatto kartoshka bilan piyozni ham ehtiyotlab ishlatar ekan. Oziq-ovqatning yarmini ishlatish uchun qo'yib, qolganini ko'zdan yiroqroq joyga olib qo'yar ekan. Bechora ayol o'sha odati bir kun kelib o'z oilasining parokanda bo'lishiga sabab bo'lishini hatto xayoliga ham keltirmagan edi. O'sha kuni Saodatxon 2 nafar bolasini olib onasidan xabar olgani boradi. U ketgach, qaynonasi oshxonaga kirib kelinini yashirib qo'ygan oziq-ovqatlarni ko'rib qolib, darhol o'g'lini chaqirib, hammasini chiqarib ko'rsatibdi. Xotining o'lgur uydagi narsalarni yashirib qo'yib, onasinikiga tashir ekanda deb kelinini o'g'riga chiqardi. Aslida esa Saodatxonning akasi yaxshi lavozimda ishlar, ularning oilasi hech narsaga muhtoj emasdi. Ammo Saodatxonning eri onasining gapiga ko'r-ko'rona ishonibdi. Saodatxon onasinikidan qaytgan kuniyoq ona bola sho'rlik kelinni mahalla-ko'y oldida sharmanda qilib uydan haydab, bolalarni senga bersak, senga o'xshagan o'g'ri bo'lib o'sishadi deb 2 bolasini ham undan tortib olishibdi. Bu voqealarni oyimga u bilan shifoxonada birga davolangan Saodatxonning ham qishlog'i so'zlab bergan ekan. Saodatxonning o'zi esa o'tmishini eslashni ham, hayoti haqida gapirishni ham xush ko'rmasdi. Qari onasiga qarab yurgan paytlari unga uzoq qishloqlardan sovchilar kela boshlabdi. Avvaliga erga tegishni mutlaqo istamagan Saodatxon keyinchalik akasining xotini bilan chiqisholmay qolgach, turmush qurishga majbur bo'ldi. Bir kuni ularning uyiga Mirsodiq degan o'zidan ancha katta yoshli erkakdan sovchi keldi. Xotini 1 yil oldin vafot etgan Mirsodiq 4 nafar farzandini uyli joyli qilib, katta hovlida yolg'iz o'zi yashardi. Qizining ahvoliga ichi achib ketgan Saodatxonning onasi uni Mirsodiqqa turmushga chiqishiga ko'ndiradi. Ertasi kuni Mirsodiq va uning singlisi Gulshan Saodatxonni bozorga olib chiqib, bosh oyoq sarpo qilib berishdi. Shu tariqa Mirsodiq bilan Saodatxon turmush qurishibdi. Oradan 3 yil o'tdi. Saodatxonning hayoti ancha iziga tushgan, baxtli kunlar kechirayotgandek edi. Bir kuni akasi qo'ng'iroq qilib, onasining tobi qochib qolganini, kelib biroz unga qarashishini so'radi. Saodatxon eridan ruxsat olib qishlog'iga jo'nab ketdi. 15 kundan keyin onasi ancha o'ziga kelgach, u ertalab soat 4 da turib shaharga qatnaydigan avtobusga chiqdi va erining uyiga qaytdi. Darvozadan kirishi bilan ichkaridan erining ayol kishi bilan gaplashayotganini eshitib, hayron bo'lib, eshikni sekin ochib xonaga kirdi. Erining qorachadan kelgan ozg'in ayol bilan bir to'shakda yotganini ko'rgan Saodatxonning tili kalimaga kelmay joyida qotib qoldi. Bu nima degani xo'jayin? Bu ayol kim? 2 hafta uyga kelmasam ayollarni olib keladigan bo'lib qoldingizmi? Kap-katta erkak bo'lib uyalmaysizmi? Dedi u nihoyat o'ziga kelib. Mirsodiq esa lom-mim demay unga tikilib turaverdi. Suylonga o'xshamay o'lgur, uyalmay yalpayib yotganini qarang bu iflosni. Qani tur o'rningdan yo'qol bu yerdan, dedi Saodatxon g'azab bilan ayolga qarab. Ammo Mirsodiq ham, ozg'in ayol ham o'rinlaridan qimirlashmadi. Bu ayol kim? Nimalar deyapti o'zi, dedi ozg'in ayol Mirsodiqqa qarab. Men uning xotiniman. Senga xotini borligini aytmadimi? Yoki xotini bor erkaklar bilan yurishga o'rganib qolganmisan? Dedi Saodatxonning jahli chiqib. Nima deding iflos? Dedi ayol qoshlarini chimirib. So'ng Mirsodiqqa yuzlandi. Xo'jayin, bu aqldan ozgan ayol nimalar deyapti? Axir siz xotinim bilan ajrashganman degandingiz-ku. Nahot meni aldagan bo'lsangiz? Bilib qo'ying, men hech qayerga ketmayman. Yerga kirsangiz qulog'ingizdan, osmonga uchsangiz oyog'ingizdan tortib tushiraman.
Sen esa qayerdan kelgan bo'lsang o'sha yerga yo'qol. Endi bu kishining xotini menman. Biz nikoh o'qitganimizga 1 hafta bo'ldi. Bu so'zlarni eshitgan Saodatxonning ko'z oldi qorong'ulashib, boshi aylanib ketdi. Endi nima qilaman? Qayerga boraman? 55 yoshga kirgan Mirsodiqning qo'lidan shunday ish kelgan bo'lsa, boshqasi nimalar qilsin? Ey Xudo, peshonam sho'r ekan deb o'yladi u. So'ng tashqariga chiqib o'zini tutolmay ho'ngrab, yig'lab yubordi. Saodatxon darvozadan chiqib Gulshanning hovlisi tomon yo'l oldi. Mirsodiqning singlisi Gulshan qo'shni mahallada yashardi. Saodatxonga sovchilikka borgan ham, akasining nomidan katta-katta va'dalar bergan ham aynan o'sha edi. U Gulshanning uyiga yetay deganida ortidan Mirsodiq mashinasida yetib keldi. "To'xta Saodat", dedi u mashinadan tusharkan. Saodatxon eriga qarashi bilan qalbidan yara yana tirnaldi. "Nimaga keldingiz? Yangi xotiningizning yonida yotavering. Men sizdan bu ishni aslo kutmagandim", dedi u ko'z yoshlarini to'xtata olmay. "Meni kechir Saodat, nega shuncha kun yo'q bo'lib ketding? Axir sizdan ruxsat so'rab ketgandim-ku. Onamning ahvolini o'zingiz ham bilardingiz. Shu kunlarda bir marta bo'lsa ham xabar olgani kelmadingiz", dedi Saodatxon ro'molining uchi bilan ko'z yoshlarini artarkan. Bu gaplar Mirsodiqning xayoliga bir necha kun avval qizi Farida bilan bo'lgan suhbatni keltirdi. "Xotiningiz endi qaytmaydi dada. Sizni yoqtirganida haftalab tashlab ketmasdi. Kecha ishxonamizga bir ayol ish so'rab kelgandi. Aytishiga qaraganda eri uydan haydab yuborgan ekan. Bechoraning boradigan joyi ham yo'q. O'shanga uylansangiz bo'lmaydimi?" degandi Farida. "Mening xotinim bor-ku qizim, nega bunday deysan? Men Saodat bilan ajrashmaganman. Onasining tobi qochib qolgach, unga qaraydigan odam yo'q ekan. Bir necha kun yurib kelaman degandi. Hademay qaytib keladi", degan edi Mirsodiq. Ammo Farida gapidan qaytmadi. "Dada, u hali yosh. Ertaga sizga farzand tug'ib bersa keyin nima qilamiz? Hovlini ham o'ziniki qilib oladi. Yoshi kattaroq, tug'maydigan ayol bo'lsa mayli edi. Saodatning ketgani yaxshi bo'ldi. Men aytgan ayol 48 yoshda ekan. Agar meni qizim desangiz o'shanga uylanasiz. Gap tamom", dedi u qat'iy ohangda. "Qizim, bas qil. Bu gaplarni qarindosh urug' qo'ni qo'shni eshitsa nima deydi? Mirsodiq har kuni bittadan xotin oladi deb ustimdan kulishmaydimi? Men Saodat bilan gaplashganman. U boshqa farzand ko'rmaslikka ko'ndi", degan edi Mirsodiq. Ammo qiz dadasining gaplariga quloq solmadi. U qanday bo'lmasin o'z aytganini o'tkazishga qattiq bel bog'lagan edi. Dada, har bir gapga ishonaverasizmi? Ertaga bo'yimda bo'lib qolibdi, bilmay qolibman, oldirishga kech bo'ldi deb aldasachi? Keyin sizga farzand tug'ib bersa nima qilasiz? Nevaralaringiz bobomga biz kerak emas ekanmiz deb xafa bo'lishadi. Odamlar nima desa deyaversin. Siz erkaksiz-ku dada", dedi Farida oyoq tirab. Oxiri Mirsodiq ham xotinining qaytmasligiga o'zini ishontirdi va uylanishga rozi bo'ldi. Saodatxonning kiyim-kechaklari boshqa xonaga olib qo'yildi. Oradan ko'p o'tmay yangi xotinni uyga olib kelishdi. Ko'chada qolgan ayol Mirsodiqning taklifiga darhol rozilik berdi. "Qo'y, yig'lama Saodat. Biror chorasini topaman. Bir tanishimning bo'sh uyi bor. O'sha bilan gaplashaman. Rozi bo'lsa har oy ijara haqqini o'zim to'layman. Yeguliklaringni ham olib kelib beraman. Sen o'sha yerda yashayver", dedi Mirsodiq. Endi qaysi yuz bilan onasining uyiga qaytishini o'ylagan Saodatxon noiloj uning gaplariga ko'ndi. Bechora ayol bu va'dalar vaqtinchalik ekanini qayerdan ham bilsin. O'sha kuni Mirsodiq uy egasining qarindoshlaridan kalitni olib, Saodatxonning kiyim-kechaklari va ko'rpa-to'shaklarini mashinaga ortib, o'sha uyga olib bordi. Shundan keyin ulkan hovlida Saodatxonni yolg'iz qoldirib, o'zi yangi xotinining oldiga ketdi. Shu tariqa Saodatxon yolg'iz o'sha uyda yashay boshladi. Mirsodiq esa vaqti bilan kelib, undan xabar olib turardi. O'sha kuni yana oyimning mazasi qochib qoldi. Dadam bilan uni shifoxonaga olib borishdi. Biz esa shifokor yozib bergan dorilarni sotib olib, ularni qiladigan hamshira qidira boshladik. Oyimning mazasi bo'lmaganini eshitgan Saodatxon ham oyimdan xabar olgani keldi. "Keling Saodatxon", dedi oyim zo'rg'a o'rnidan turib, uni ichkariga taklif qilarkan. "Mazangiz yo'q ekan deb eshitdim. Shuning uchun darrov keldim. Yaxshimisiz opajon?" dedi u xavotir bilan oyimga qarab.
biroz shamollab qolibman Saodatxon. Umida maktabga ketsa, kichkintoyim uyda yolg'iz qoladi. Shuning uchun uyda davolanmoqchi edim. Ammo yaqin atrofdan hamshira topilmadi. Endi shifoxonaga yotishimga to'g'ri keladi shekilli, dedi oyim xo'rsinib.